Do'stlar, Tiger V modelining yangilangan variantini salon qismini obzor qilib berishimizni so'rashibdi. Xo'p, salon qismi mana 3 kishidan iborat, ya'ni bitta haydovchi, ikkita yo'lovchi uchun bemalol o'tirsa bo'ladigan o'rindiqlar bor. Sidinalari kojinli, ya'ni olgandan keyin chexol qilishingizga hojat yo'q. Spalnisi bor. Bemalol yotsa bo'ladi. 180 lik odam bemalol qiynalmasdan yotsa bo'lar ekan. Xo'p, oldida monitori bor. Bu yerda fleshkangiz uchun ikkita port qoldirilgan. Orqada kamerasi bor, oldida kamera bor, yonlarida kamerasi bor. Uni bu yerdan nazorat qilsangiz bo'ladi. Mana. Xo'p, bu oldiniki, mana. Bu orqaniki, bu ikkita yoni. Ikkita yoni kamerasi nimaga shunaqa qo'yilgan? Tepaga qo'yilmagan, chunki bu o'zini o'zi zapis qilib ketadi. Pavorotniklar yonganini ko'rsatadi bu yerdan, do'stlar. Mana, ko'rinyaptimi yo'qmi? Hozir pavorotnik yongan. Mana. Bu yerda ham pavorotnik ko'ringan. Nimagaki sportniy vaziyatlarda mana shu pavorotnikingiz yongani ko'rinadi va albatta buni zapisini siz bemalol ko'rsata olasiz. Rulga keladigan bo'lsak, multi rul. Bu yerdan magnitolani bemalol boshqarib ketsangiz bo'ladi, do'stlar. Xo'p, bu ref ichida o'tiribmiz hozir. Bu refrigeratorni panel upravleniyasi. Korobkasi 6 talik, oynalari elektriskiy, stiklopodъемниклari bor. Xullas, komforti o'ziga yarasha, do'stlar.